katta chorva mollarini yemishini saqlash shu xona. Kaçar. Mollar uchun quraligimizda. Keyin naryoqda yashash katta xonadoni bor. Aha, yashash katta xonadoni. Mana shunday zarafshon archalariga shikastlantirib, zarar berib, mana bu tarafga keyin mana eshakxona, o'txona qurgan. Mana. Mana aka. Ha, bu hojatxona. Bu o'txona, eshakxona. Eshakxona, o'txona. Mollar uchun Mana zarafshon archalarining ichiga noqonuniy tartibda o'rmon fondi bermaydi. o'rmon fondi. Pastdagi uylar ham o'rmon ichida joylashganmi endi shunda? Ular ham shunday bo'lsa kerak. Mana endi aka mana 1,5 kilometr joydan mana bunday noqonuniy o'zboshimchalik qilib yo'l olib kelgan. Mana archalar, zarafshon archalariga mana shikastlantirish mana. Mana shikastlantirish mana. Yo'l shumi? 1,5 kilometr. Aha. Mana bu yo'l katta yo'lgacha pastga surgan. Tepa shu yerga kelgan bu yerda. Endi shu tarafda erinmay bir ko'raylik Alisher ekan. Mana archalarning ildizini ochib mana texnika yordamiga bu o'tgan yil qilgan. O'tgan yil qilgan bu mana. Mana. Shu katta yo'ldan ana shuncha joydan mana 1,5 kilometr joydan mana uy molxona quraman deb mana shunday noqonuniy yo'l olib kelgan. Bunday tushib boramiz qayta. Birdan endi keldingiz shu sal joy qoldi. Aha, shunday tushamiz, yo'lga inamiz. Mana archalarning ildizini ochib mana. Mana o'rmon fondiga tegishli bo'lgan joydan noqonuniy mana texnika yordamiga mana bir xo'jalik uchun mana shu yo'l kelyapti mana. Qancha archalarga, qancha narsaga zarar berib mana bu yerdan kim qanchalab archalarni surdirib taylagan. To'g'ri kelgan archalardan. Mana archalarning ildizi. O. Qizillavurga akajon xo'lay, yo'qacha Machay chegarasi bor. Ha, Machay chegarasi bu aka. Bu Machay chegarasi. Qizillavurga hey, ana 5 archadan yo'g'i Qizillavurga. Mana archalar ildizini ochib mana texnika yordamiga mana o'rmon fondiga tegishli bo'lgan joydan noqonuniy mana aka. Mana
Maktabda oldu. Uniki ham shu yangi to'xtagan joy. Mana archalar dildizi ochilib mana. Mana bir xo'jalik uchun Arsherikka mana shu yerdan mana 1,5 kilometr joydan mana shunday yo'l surdirib bo'lib kelgan.